Assalamu alaikum barliq Sharq Turkistonlik qarindoshlar. Hammanglarniki shu vaqtinglar xayrlik bo'lsin. Aslida men bu videoni shu Facebookda naq maydonda taqdim etdim. Lekin telefonimda virus chirib qolgan o'xshaydi. O'tganda namoyishda shunda bo'lib qoldi. Bugun mana chiqdim. Yerim uzilib, o'chirilib ketdi. Shuning bilan oldi bilan shu videoni elib undan keyin Facebook'a ve başka yerga chiqarishga muvaffaq ko'rdim. Hamda mazmunga kelsak, ba'zilar bizni xalqqa, ya'ni meni Sharq Turkiston so'rgan hukumatini xalqqa dushman ko'rsatish uchun va yoki xalqqa yomon ko'rsatish uchun bir suiqasdlarni, bir tuhmatlarni uydirib chiqibdi. Oldi bilan bu tuhmatlarni bir anlab boqaylik. Ondan xabarlar olib qolsin. Ma yolg'on hukumatlar qonun ma'qul qilyapmiz deb O'rta Osiyodan pul chiqib etibdi. Atrafdan surgunda Anvarning surgunda hukumati, Matrafdan Solihning surgunda hukumati, Matrafdan Ismoil Chingizning bu qonun ma'qul degan ishni Uyg'ur Amerika uyushmasi bilan Uyvay Charpi bilan biz 200-300 adam bilan qilyapmiz hozir bu ishni. Ularning bu qonun ma'qul degan ishni hech qanday munosabati yo'q, tutilmay yolg'ay anda Orta Asiyadaki qarindoshlarım neyimiz etraf taraftan aldamçılık kılıp soyup yemişsin. Efendim, muşnunğa dikkat kılıp sözlep koysam hemen erte çıkıp sözlep koymasını. Xo'sh, buni shu WhatsApp to'plarida taqdirlibdi, anandaki man keldi. Hamda bu kishini hammamizga ma'lum, bu degan tuhmatli tamoman yolg'on. Sharq Turkiston, haqiqiy Sharq Turkiston surgundi hukumati ve ya ki şahsen men Salih Xudoyor ve ya ki Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish harakati hiçbir vakit xalqimizga biz qonunni chiqirdik, buning uchun pul beringlar deb bir chaqiriq qilganimiz yo'q. Bularniki qaraganda niyati shu pul yig'ish o'xshaydi. O'zlari bu o'yinni o'ynab, o'zlari buni qilib, shunda o'yin suiqasd qilayotgan o'xshaydi. Zaten bu o'zining yanadagi bir turkum odamlar şu küçük günün aldıda $500,000 yenimden çıktı. Muşununga bunu tuluqlayışım gerek dep xalqqa murojaat qildi o. Xo'sh. Hamda qonunning chiqishiga kim sababchi bo'ldi desak, qonunning chiqishiga birinchi bo'lib Sharq Turkistondagi 3 milliondan ortiq qirilayotgan, kamplarda o'ltirilayotgan, ishkence ko'rayotgan, zulm ostidagi xalqimiz 35 milyon ve sırtdaki 35 milyon xalqimiz bu qonunga sababchi bo'ldi qarindoshlar. Ve bu qonun qanda o'tirg'i chiqdi? Nima uchun bu qonun o'tirg'i chiqib qoldi? Nima uchun qanda tarixi nima desak? Tarixi 2018-yilninki 6-oyning 4'ida Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish harakati namoyish boshladi. Dal mush qonunni chiqarish uchun. Hatta bundan kuchliroq bir qonunni chiqarish uchun namoyish qilishga boshlagan. Ammo biz 5-oyda lan bu namoyishni qilamiz deb xalqqa chaqiriq qildik. O'z vaqtida chaqiriqimizda biz dedik, Xitoydan boshqa dushmanimiz yo'q bizningki. Biz har qanday Uyg'urlarniki, Sharq Turkistonliklarniki tashkilot bo'lsin, rahbar bo'lsin, faoliyatchi bo'lsin, hammasizniki biz bilan hamkorlashib, mush qonunni chiqarishiga talab qilamiz, chaqiriq qilamiz va bu namoyishni boshlaylik deb qildik. Buningga bu namoyishga qarshi turgan tashkilotlar kimi? Bular kimi desak, birinchisi shu Uyg'ur kishilik huquq projesi ve Uyg'ur uyushmasi, Uyg'ur Amerikalik uyushmasi deganlar va uningda cho'ngroqi qalpoqi bor Dunyo Uyg'ur qurultiyi. Bu hammadan ma'lum. Keyin mush jarayonda biz mush parlamentga ishkini chekib, mush qonun loyihasini, bu hozirgi nusxasini emas, bundan kuchliroq bir nusxani sungan vaqtda ikki adam degandi. Biz buni imzo qilib bo'lgan to'qqiz vaqtida shunday bir narsaga 2009 deb. Buning bilan hayron qilib men kim nim qilgandi deb igisini topgandim. Shu qonunga igi bo'lgan o'tirib qo'ygan kishining qo'yash o'tirib qo'yman degan kishiningki. O'z vaqtida shu Amerika parlamentining House tarafiniki tashqi ishlar komitetiningki raisi Roslettenhanen
xonimninki ishxonasini o'zining ovozidan, o'zining og'zidan anglamagan bo'lsam, men bu suiqasd bor ekanligini bilmaydim. Keyin buni Rabia xonim onamizdan, Rabia xonim apandimdan, ya xonim onamizdan deyli, so'dim. Va boshda digili unimidi naq maydonni xalqqa buni oshkorlashimiz kerak desam unimidi. Keyin 7-oyda men xalqqa Rabia xonimni savol so'rashnimi bilan xalqqa bu suiqasdninki bor ekanligini o'tirg'a Rabia xonimning ovozi bilan buni qo'ydik. Bunga kim sababchi bo'ldi? Ya'ni dal shu mush tashkilotlar o'z vaqtida sababchi bo'lgan. Xo'sh, keyin bular 2018-yilning 9-oydagi 100 ming kishilik imzoga, Aqsaroyga sunilgan imzoga qarshi turganlar yana shu mush tashkilotlar. Hatto bu namoyish chiqmaymiz, bayroq ko'tarmaymiz, mustaqillik demaymiz, Sharq Turkiston demaymiz, siyosatga aralashmaymiz deganlar yana mush u yanni o'ynayotganlar dal shular. Buni unutib qolmanglar xalqim. Bular hozir qadar doim o'yin o'ynab kelyotdi. Hozir qadar bu yo'l ya tusash uchun, ya burmalash uchun, ya nim qilish uchun. Qulidan kimishkasi shuni qilyotdi. Ammo men o'z vaqtida degandim, bir yil qolmay umumiy xalqimiz mustaqillik tarafdori bo'ladi va bugun mustaqillik qarash turganlarmi majburiy mustaqillikni qo'llaydi, mustaqilchi bo'lib ketadi. Mecburi Sharq Turkiston demaydiganlarmi xalq, umumiy xalq shuni deganlik uchun ularmi majbur bo'lib qoladi. Bayroq ko'tarmayman deganlarmi bayroq ko'tardi deb buni sizlarga 6-oyda 2018-yili buni namoyon qilib qo'ygandim. Xo'sh, bugun bular o'tdi. Bular xuddi 9-oyda, o'tgan yil 9-oyda qarshi turib, eng oxirgi 90 mingda ish bo'lgandiki, shapillam bulimi nim qilib, biz qildik, biz Aqsaroyga chiqamiz degandek, bugunmi xalqninki natijasini, biz qildik, biz nim qildik, yanchiqimizdan 500 ming kishi ketdi, uni to'liqlashib olishim kerak deb, u banani o'ynab, ondan keyin biz sukut qilganlarga tuhmat atib o'yin o'ynayotdi. Aziz xalqim, bu uyallarga aldanıp ketmanglar. Bu uyallarga, bu suiqasdchilarning o'yinlariga aldanıp ketmanglar aziz xalqim. Unutib qolmanglar. Bu bo'lgan ishlarni unutib qolmanglar. 2009da bo'lgan ishlarni unutib qolmanglar. Buning hisobini tek so'rmadik biz xalq suhbatimiz bilan. Tek bu qonun nait aciz. O'z vaqtida Xinjiang degan rezil narsani mushliq etib olgandi. Ammo xalqninki qarshiligi bilan uni majburiy elib etdi. Ve bundan kimmi kuchliroq qonunlarni chiqaramiz inshaalloh. Xalq qiladi buni. Bir tashkilot, bir shaxs va yoki bir shuhratparast va yoki mol dunyoga parast bir kishi emas va yoki bir turkum kishilar emas o'z qarindoshlar. Men bularga o'z vaqtida degandim. Mol dunyomi sening bo'lsin, shuhratmi sening bo'lsin, yo'limizni to'smasanglar, hammasi silliq qildi desakmi, bular nima deydi? Namoyish boshlamay turiblam bizga hujum qilishni boshladi. Bizni radikal deb, uni buni deb bir munchalik chaqdi. Buni hammaga ma'lum. Hatta hozir qadarmi bizning yo'limizni to'sash uchun qilmagan qilq qilmadi buningki. Va bular bizni shu xalqning orasida dushman ko'rsatish uchun shunda tuhmatlarni, yolg'onchi so'zlarni o'tirib qo'yapti. Pul yig'adigan pulga miriq biz emas aziz qarindoshlar. Bizga pul kerak emas, bizga sizlarningki boshinglar, berishinglar emas. Da'voga pul kerak. Ammo ba'sanglarni qilamiz, ba'masanglarni biz bu yo'ldan voz kechmaymiz. Maoshimiz yo'qken, nimamiz yo'qken deb biz da'vodan voz kechmaymiz, davlatimizdan voz kechmaymiz, xalqimizdan voz kechmaymiz. Yolg'iz qolsaqmi qilamiz, xalq mayli qo'lisimi qilamiz, mayli qo'llamizmi, biz bu yo'limizdan, haq da'vosimizdan voz kechmaymiz qarindoshlar. Bilinglarki, har doim haqqoniyat g'alaba qiladi. Mayli kech bo'lsa-mu, haqqoniyat g'alaba qiladi. Va haqiqat har doim kech bo'lgan taqdirdami, haqiqat o'tirg'i chiqadi qarindoshlar. Doim da'vat qildik, Alloh hammamizga birlik, barobarlik, qarindoshlik, mehr, muhabbat ato qilg'ay. Hammamizni millatimizga, vatanimizga, davlatimizga, xalqimizga, bir-birimizga dushmanlik qilishdan, xiyonat qilishdan, aldashdan saqlag'ay. Va hammamizni, millatimizni, davlatimizni, xalqimizni, da'voyimizni dushmanlardan,
hainlardan ve suikastçilerin suikastlaridan, düşmanligidan, yamanlıqdan qovdig'ay. Allah hemmimizge kuch quvvat ato qilg'ay, jasorat ato qilg'ay, mas'uliyat tuyg'usi ato qilg'ay ve haqiqiy vatanparvarlik ruhini ato qilg'ay ve o'z panohidan bizga qutulishimizga yordam qila oladigan, bizga yordam beradigan o'z panohidan yordamchilarni yaratgay ve xalqimizni, davlatimizni Xitoyning zulmidan ve ishg'oliyatidan tizdan qutulishga nasib qilg'ay. Allah'a emanet. Assalamu alaykum.